Ahvol uxlab ham turdim. Navbatga salom bo'llar. Sizlar bilan Sayyid Gamer. Yaxshimisizlar? Bo'lyaptimi? Ishlaring ham yaxshimi? Chotki hammasi ham chotki bolalar. Demak, videoni boshladik. Bolalar, men yangi qishloqqa ko'chib kelganman. Tak, stop. Nimaga qoldim? Bitta blok tepada. Tak. Nima? Do'stlar, yana nima kartoshkalar yana o'g'irlanyapti ekan. Bu tomondan yaxshi-ku. Faqat shu og'zidan kirish tomonidan o'g'irlanyapti ekan. Uchta qadam shunday bo'ladi. Bolalar. Merga aytish kerak bu. Aytmasam bo'lmaydi bolalar buni. Bu muammo. Yigitlar ham ishlayapti. Nima огородing kattada ishlash mumkin? Chunki men qishloqda bitta ham kartoshka yo'q. Kartoshka hech kim ekmagan. Значит, menga ko'p kartoshkalar tushgan. Mayli, tak. Assalomu alaykum janoblari. Alaykum assalom. Azadgaman. Nima, janoblari, muammo bor. Qanaqa muammo? Apolzim bitta blok tepaga chiqib qoldi. Nima qildi? Nima oldim bitta blok. Mana jitalarda qani bo'lish kerak emas meni polzim. Shunaqa-ku. Sen shaharga yetib borishib bolingdan chiqarib olsan, shunaqa edi. Bor boshimni qotirma. Lekin mayli. Lekin do'stlar, mendaqa turish kerak edi. Menga shunaqa edi. Polzim. Men shaharga ketganimda o'shanda bo'pti shekillik. Mayli. Ustalanmay chalaqib ketgan bo'pti. Bu tomon qishqing deyildi. Tak. Bu tomonni ham qilmabdi, mag'larni ham qilmabdi. O'ylama, naqdni ham qilmabdi. Men nimaga pul beraman o'zi bularga kelsin? Mayli bolalar. Fermaga qarab qo'yishimiz kerak. Mendaqa ramkalar olib keldim. Qalay chiqibdi, zo'rmi? Nimaga turgan osilib instrumentlar sandiqda turavermaydi. Lekin men 3 ta yo'qolib qo'ygan chata bo'pti. Mayli. Tak. Ekib chiqamiz hammasini. Yaxshi bolalar. Kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling. Men shu yil oxirigacha 1000 ta bo'lishim kerak. Sizlar yordam beringlar. Keyin web kamera survival qilaman degan nima bor plan. O'shanga tutqu bo'lardi. Mayli. Yig'ishtirib olamiz oxirigacha. Valla, meklarga ham tushib ketdi. 3 ta qolib ketibdi. Yaxshi. 3 tani qilib olamiz. 3 qatorda to'g'ri do'stlar. 3 tani 3 qator. Metdan 3 ta qolib ketdi. Nimalar taxotlar yaxshi chiqibdi. 2 stagmi? Shunaqa 1.5 stag bo'lsa kerak. Chunki men bu tomonlarga ham ishlatamiz. Bo'ldi do'stlar, yaxshi. Endi buni merga borib berishimiz kerak. 3 ta aynib qo'ygan chiqibdi. Mayli, u merni muammosi. Meni vazifam shunchaki merga borib berish bo'ldi. Qishloq ham yaxshi ekan do'stlar. O'zim yangi ko'chib keldim. Hali aholi bilan, qishloqlar bilan hali to'liq gaplashib olganim yo'q, tanishib olganim yo'q. Do'stlar, mayli tanishib olamizmi? Taqmir. Aka. Assalomu alaykum janoblari. Hozir narsani tushib ketib qoldik oltin. Taxot topib keldim. Men sanaqa solo. Oyligimiz chiqadimi o'zi bugun? Chiqadi. Ana 3 ta aynigan bo'ladi. O'shani solaymi? So. Bo'ldi, soldim. Bo'pti. Rahmat, bo'pti. Ishni boshla keyin. Nima ish?
Ay qo'shimcha chiqsa aytaman-da. Bo'pti, rahmat. Do'st, o'zim har doim menga shunaqa. O'zi avval kuni men bir hafta bo'lib bu qishloqqa ko'chib kelganimda o'rganib qoldim ochig'i yerda nimalariga ish buyurishiga do'stlar. Hop, ketmonimni qo'ysam. No, mayli. No do'stlar, mana bir blok bitta blok tepaga chiqib qo'yganini tuzatish kerak. Mana qaranglar, bu tomon orqa tomonni ham tak. Stop, eshik. Qulf ochib bo'lmayapti. Tak. Stop. Bu yerda eshik va ichida sandiq va stop. Buni hozir boltam olib keladi. Qani boltam? Bo'ldi. Tak, qani chekib ko'raylikchi bolalar. Tak. Mana ana bo'ldi. Buzildi. Tak, stop divon. Stop shkaf. Nima qilyapti bu? Bitta birinchisi bo'sh. Bo'sh qanaqadir. Bizga. Bu shaxtyor bo'lsa kerak. Bitta nimaga endi meni nima pozim tagiga uchta olmasdan ham bor ekan. Mana kartoshkalarini tutdi. Bitta uchta olingan shekilli edi. Bitta yana oldin ham o'g'illanadi. Da mana shu odam o'g'illabdi. Da demak uyda yo'q ekan. Kelishini kutamiz. Bu ishni joyiga qo'yib qo'yaylik. Kelgandan keyin miyasini buqon chiqarib o'raman. Ungacha kutib o'tiramiz. Bola uxlab qolibman, o'zi kechqurun bo'pti. Ana kelibdimi? Qani? Yomg'ir ham yog'ib uni ustiga bolalar. Qani? Kelibdimi? Ochilar endi. Yana kelibdi. Salom, nima qilyapsan? Ha, salom, yaxshimisan? Isming nima? Buyoqqa nimaga kelding? Sendan so'rash kerak bu so'zni. Sen nimaga kelding buyoqqa? Men shu yerda yashayman, aldan shaqa. Anchadan shaqa? Ha. Qanaqasiga? Men shuncha yildan beri bilmadimmi? Sen shahardaligingda men shu yerga ko'chib olgandim. Bu yer senga tegishlimi? Menga tegishli. Mening uyim yo'q edi. O'shancha meni iltimos haydab yuborma. Seni polizligingni bilmabman. Bo'pti, mayli, nima kartochkalarni ham sen olganmiding? Ha, kartochkalari ham bor ekan, zo'r joy ekan bu. Menga yoqdi. Men kim oldi ekan deb yotibman. Bu nimaga bo'pti? Men shaxtyorman, shuna uylarni qazib yurishni yaxshi ko'raman-da tagda. Shuning bekka narsalarni qo'yib ishlayman. Da, bir narsalar qo'yganimmi? Yo'q edi-ku kelganimda. O'zim qo'yib olaman, shaxsiy turadi yonimda. Da. Boshqa uy yasab berardim agar chiqqaningda. Rostdanmi? Rostdan. Unda yasab ber menga. Bo'ldi, bloklayim bormi? Sandiqda bor. Bo'ldimda, hozir instrumentlarni olib kelib yasab beraman. Sen qayerdan tushding? O'zi bilmay qolibman, o'zi bu kimniki? Sen ishing nima xullas? Mana jitalnikida. Tanishmanmi bu bilan? Shunchaki so'ramoqchi edim. Nimani so'ramoqchi edim? Bor yo'qali, o'zingni bo'ldi, jahonni boshlayveraman. Kecha hozir instrumentlarni olib kelib, senga chotga qo'yib ko'raman. Uy ko'rib beraman, короче, jital. Yana keldim mana apting kurson. Mayli do'stlar, hozir instrumentlarimizni olib kelib jital muomalasiga qaraganda birovga ziyoni yo'q. Stop, jital. Qayerdan kelding sen? Seni qidirib yurgandim. Men chaqiryapti. Bo'pti, boraman, borib tur. Jinda o'tirib tur yomg'irda. Qo'shnichilik yo'q. Bular qo'shnimizni haydab yuborma. Mayli, nima o'zing uyingda o'tirmayapsan? U bortga bo'lyapti, yomg'irda ko'chada qolmaydi, o'tirib turadi. Mayli, o'tirib tur.
do'stlar, mayli o'tib turaversin bu ham. Buni ham olib beramiz. Bu jitel uy loy ferma tagiga tomorqam tagida to'rog'i yer tagida yashashni yaxshi ko'rar ekan. Demak, biz ham yer tagiga uy qurib beramiz. Mana jitel yomon yoqtayda o'ralashding. Yo'qala, ishing bo'lmasa. Hozir instrumentlarni olib keldim. Shitami? Mana shitda ekani, ko'rmayapsanmi? Mana ko'rdim. Senga chotki qilib uy qurib beraman, jitel. Ungacha sen chiqma, bloklarda o'layman. Yaxshi, rahmat, lekin zo'r bo'lardi. Iltimoslik kechirasan. Nima, firma senikiligini bilmadim. Meniki bo'lsa ham mayli, birovniki bo'lsa ham olmagin. Xo'pmi boshqa? Bo'pti, o'tolmayman. Bo'pti, qochib tursan. Qoch, yo'qol, o'zilma. Do'stlar, sabzadaldan shaqa. Do'stlar, qayerga uy markasiga uy qurib beraymi? Qo'shni bo'lib yashaymiz billa. Davay mashta uy qurib beramiz. 1, 2, 3, 4. Balandligi 4 qavat bo'lsin, hamma bilan barobar uy bo'ladi. 1, 2, 3, 4. Bo'ldi. Bu jitilga sal kattaroq uy qurib beramiz. 2 etajli, chunki bu narsalar ko'p. Nima? Katta uyni yaxshi ko'rsa kerak. Mayli, loydan qilib beramiz, chunki loy yo'qsa kerakda jitilga. Dava bag'ni qurib oldik. Toshda 2, 3, 4, 5 ta bo'ladi. 1, 2, 3. Mana bo'ldi. Qilib tushaman. Og'rimaydi. Mayli, mehr bilan qurib beraveramiz bu jitilga. Chunki yaxshi jitilga o'xshayapti bolalar. Mana. Hop. Bitta derazalari ham bo'ladi bu jitilni. Mana uni nima qildim o'zim. Mayli, pastga polni nimadan bo'larsin do'stlar. Yaxshi bo'ladi. Tak. Mana. Ularni ham. Tomini ham qurib o'tsak do'stlar, yaxshi bo'ladi. Mana bitta uchi yaxshi do'stlar. Shunday turaversin. Bo'ldi. Endi pastda. Nima bo'ldi? Ballani ko'rsam qo'ysak. Mana uydagi narsalarni olib chiqib, o'sha uy jihozlarini olib chiqib o'shaga qilsak, birinchi o'rin eshik, jitel, uyning tayyor poli chiqmay tur. Bo'pti. Divan, обязательный sandiq. Keyin mana pechkasini olsak, shkafni olamiz. O'zi shkaf nima kerak bu jitilga? Bo'ldi, jitel chiqmay tur. Bo'pti. Do'stlar, ahmoqroq shekilli jitelam. Mayli do'stlar, yaxshilik qilamiz. Qani eshigi o'tib turaman. Bo'ldi. Tashqariga ochiladi. Uyni loydan qilib berdik. Do'stlar, uyni sal kattaroq qilib bergan yaxshiroq menimcha. Kattaroq qilaveramiz. Bu tomoniga ham bunday qilib chiqsak. Bu tomoni sal jitelni narsalar ko'proq ekan. O'shaning uchun kerak bo'ladi. Shkaf, shunga o'xshagan narsalar juda ko'p ekan jitelda.
Chun do'stlar. Loydan qilib beramiz metlarni. Ne bo'ldi? Bu yonini ham, tepani. Bekitib chiqqanmiz. Bo'ldi. Mana o'zi tayyor bo'ladi. O'tlarni yulib chiqsak, metga shkafga qo'yamiz. Mana derazani yopib o'ramiz. Hop, kerak emas bizga deraza. Og'zini qo'yamiz, bo'ldi. Mayli, o'zi to'g'rilab oladi, короче, jita. Biza mana verstak bitta. Go'sht qayerdan tushdi? Sandiq. Qayerdan oldim sandiqdan? Yedda uydagi jita. Uydagi sandiq. Meka qo'yib qo'yamiz. Tursin endi buni narsalarni bilmayman. Nima bo'ldi daslamani. Stop. O'zi to'g'rilab oladi, короче, jita. Mana instrumentlari, kartoshka, hamma narsasini qo'yib olamiz. Bolalar. Hop. Keyin bo'ldi. Uje. Bo'ldi. Ana do'stlar, jitani ham bitta. Ana aqsamgina zo'ri bo'ldi. Bo'ldi, aqamga. Osh, bo'ldi. Demak, jitilga aytsak. Jitil. Oy, jitil. Nima deysan? Men bittami? Da, bitta endi boshi mumkin. Shamda olsam, qo'yib qo'yasan shuyimga. Da. Buni ham olsam, bo'ldi, chiqishi mumkin. Obda. Do'stlar, bitta yaxshilik ham qildik. Endi polizini akasiga qaytarishi mumkin. Mana bittani metga qo'yamiz. Bittasini metga. Bo'ldi do'stlar. Bo'ldi do'stlar. Bu ham bitta. Endi bo'ldi. Mana narsalarni joy-joyiga qo'yib qo'yamiz. Do'stlar, video shu joyda tugadi. Kanal salam o'tirsam. Mayli o'tir. Do'stlar, video shu joyga tugadi. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Video yoqqan bo'lsa, kommentariyaga plus belgisini qoldiringlar. Hammaga xayr.